Oldinlari TDM desa, TDM deb eshitilardi. Hozir esa TDM so'zi VPN deb eshitilyapti. Shu yillar o'zi hayot normalniy qiynayotgandi. PUBG'ga kirib ozgina dam olaman desam, hech bo'lmayapti. Oldinlari TDM desalar, mushuklar chiqardi. Hozir bilmasam nimagadir hammasi labidek tuyulyapti. To'g'risi mendaqa insonlar o'tlarni sog'inyapti. Esimda bez mufta, bez lazer o'ynagan kunlarim hech kimda bo'lmasdi 120. Necha FPS degan bosh xotirma. Qani haqiqat, qani uyat bo'lsa, bordir o'sha haqiqat. Yashaгаningizni ko'rsating. Ha, o'sha o'lgan skillingizni ko'rsating. Qayga qarama VPN, qayga qarama vizov tashlashadi bir-biriga. Qani mano, qani content, qani mehnat bu yerda. Nimasi bu? TDMda yutib qo'ysam, miyasiga kirib olgan o'sha gap. VPN san yoki soft ishlatasan degan so'zlaridan foyda. Oldin sog'ingandim men old PUBG'ni, lekin TDM ham armon bo'ldi. Oldin sog'ingandim men old PUBG'ni, old PUBG o'lgandek TDM ham.